Mani ismim Sanjarxo'ja. Hozir sizlarga Saramoniy kompaniyasining Air Asia modelligi pitlichli mikrofonlarini bir-biriga ulashni ko'rsatib beraman. Juda ham ko'pchilikda noto'g'ri knopkani bosib qo'yganiga yoki bosib turgani hisobiga mikrofonlar bir-birini o'rtasida svязlar uzilib qolyapti. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib, переходникка telefonga tiqib olamiz va ahamiyat beringlar shu yerda переходникка diodlari o'chib yonyapti. Bu nimani anglatadi desanglar, bu narsa mikrofon переходникka bir-biriga ulanmaganligini anglatadi yoki keysda turganligini anglatishi ham mumkin. O'chuv holatda mana shunaqa migati ham qiladi. Va shu orqali siz petlichkangiz ulangan-ulanmaganligini bilib olasiz. Endi masalamizga qaytadigan bo'lsak, buni ulash uchun biz nima qilamiz? Petlichli mikrofonlarni birinchi bo'lib o'chirib olamiz. Mana ikkala mikrofonni ham o'chirdik va o'chirib yoqilgan knopkasiga bosib turamiz. Qo'yib yubormaymiz knopkasini. Avvalgidan ko'ra tezroq migat qilganidan keyin petlichli mikrofonlarning knopkasini qo'yib yuboramiz. Mana o'sha tez migat qilyapti, knopkasini qo'yib yubordik. Mana shunaqa tez migat qiladi. Endi esa переходникка knopkasini bosib turamiz. Bu ham tez migat qilib o'chib yongandan keyin buni ham qo'yib yuboramiz. Mana tez migat qildi va qo'yib yubordik. Ko'rayotganingizdek, petlichli mikrofonli diodi yonib turibdi, переходник ham yonib turibdi. Bu degani mikrofonlar успешный bir-biriga ulandi degani. Agar sizda ham mana shunaqa texnikalaringiz bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizani videomiz tagida kommentariy qoldirsangiz va shunga o'xshagan holatlarni biz bir-biriga ulashni, nastroyga qilishni qo'yib boramiz. Agar sizga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.